qora anjurlarimiz zakasga ketyapti mana. Toshkent, Qirg'iziston. Qaranglar, bu o'zimizning dehqonchilik. Mana anjur ko'chatlarimiz. Yil 6-yili. Bir qator bor, bir 30 tub bor. Hozir mana 2000 ta oshib chiqyapti. Hozirgi kunda narxi donasi, endi biz donalab sotamiz 1000 so'm, 800 so'm, 1000 so'm atrofida. Agar anjur yirikroq bo'lsa, yaxshi bo'lsa 1000 so'm olinyapti mana. 1000 so'mdan beryapmiz. Kiloga endi bilmaymiz qancha sotishyapti ekan. Biz faqat donaga sotamiz mana. Mehnatlar uchun qadrli obunachilar bitta like bosib qo'yasizlar. Anjur oladiganlar aloqaga chiqaverasizlar. Qiyomga, qoqisi zo'r bo'ladi, foydali tomonlari ko'p anjurda. Bolalarning yo'taliga, jigar o'ralari, oshqozon kasalliklari bo'ladigan bo'lsa, yo'tallarga ham sutga qo'shib qishda qoqisini qaynatib yeyiladigan bo'lsa, juda ham foydali hisoblanadi. Shuning uchun anjur kerak bo'lsa ham chiqaverasizlar. Ko'chati ham bor, anjurning mevasi ham bor. Like bosish esdan chiqmasin.